6-chi masala 510 nanometr uzunlikka ega bo'lgan DNK tarkibida 3600 ta vodorod bog' mavjud. Agar nukleotidlarning 3dan 1 qismi, guaninlarning 4dan 1 qismi birinchi zanjirda joylashgan bo'lsa, ikkinchi zanjirdagi purin asoslarining sonini aniqlang. 510 nanometr uzunlikda 0,3 ga bo'lib olamiz. 1500 ta nukleotid bir zanjirda kelib chiqadi. Buni 2 ga ko'paytirsak, DNKdagi jami nukleotidlar soni 3000 kelib chiqadi. DNKdagi jami vodorod bog'lar soni berilgan 3600 ta. Kengash 3600 ta vodorod bog'lardan DNKdagi nukleotidlarni ayirib tashlaydigan bo'lsak, jami guanin soni kelib chiqadi. 600 ta guanin. 600 ta guanin degani bu 600 ta sitazin degani. Shunda DNKda jami 1200 ta guanin va sitazin nukleotidlari kelib chiqadi. Jami 3000 ta nukleotidlardan 1200 ta guanin va sitazinlarni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 1800 ta adin va timin qoladi. 1800 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, adinin soni 900 ta kelib chiqadi jami DNKda. Va bu adininlarning 3dan 1 qismi birinchi zanjirda joylashgan deyilyapti. Shuning uchun 900 ni 3 ga bo'lsak, 300 tasi birinchi zanjirda va buni 2 ga ko'paytirsak 600 ta, ya'ni qolgani 600 ta adinin ikkinchi zanjirda joylashgan bo'ladi. Va bizda guaninlar soni 600 ta edi. Bu guaninlarning 4dan 1 qismi birinchi zanjirda joylashgan deyilyapti. Shuning uchun 600 ni 4 ga bo'lsak, 150 ta guanin qoladi birinchi zanjirda. Ikkinchi zanjirdagi guanin soni 450 ta. Shunda ikkinchi zanjirdagi purin asoslarining soni 1050 tani tashkil qiladi. S javob.